Assalomu alaykum. Asosida mavzulashtirilgan mini testlarimizni aynan funksiyaga oid bo'lgan misollarda video tahlili. Birinchi misolda aytyaptiki, fx barobar 9x taqsim 9x plus 3 bo'lsa, f1 taqsim 100, f2 taqsim 100 va hokazo f98 taqsim 100 va f99 taqsim 100 degan ifodaning qiymatini toping degan. Hop, bu savolda xossa bor, eslab qoling. Biz fx ga qo'shadigan bo'lsak f minus 1 minus x ni bu 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hop, f 1 taqsim 100 ga biz hozir qo'shadigan bo'lsak f 99 taqsim 100 ni bu bizda nimani beradi? 1 deb beradi. Hop, 1 deb beradi. Xuddi shunaqa tartibda ketaveradi-da, xuddi shunaqa tartibda ketaveradi. F demak bizda bo'lishi mumkin. Hop, va hokazo masalan yana bo'lishi mumkin. Mana f 2 taqsim 100 qo'shilgan f demak 9 taqsim demak 98 taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, 99 taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lib qoladi? Xo'p, hokazo yana bir o'rtada keladida, oxirida anaqa bo'lib qoladi sizda. Xo'p, f 49 f1 49 taqsim 100 qo'shilgan f, xo'p, 51 taqsim 100 bo'ladida. Bu sizda burada beradi. Bu birlardan sizda 49 ta bo'ladi. 49 ta bo'ladi va oxirgisi demak f 100 taqsim 50 taqsim 100 bo'lib qoladi. Xuddi shu narsa o'zi bo'lib qoladi. Bu degani endi ko'radigan bo'lsak, f nimani beryapti? 1 taqsim 2 ni beryapti. 1 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsangiz, 3 taqsim 3 plus 3 bo'lyapti-da, 1 taqsim 2, ya'ni 0,5 degan javob kelib chiqyapti. Demak, umumiy javobimiz 49 qo'shilgan 0,5, ya'ni 49,5 bo'lib qoladi va bu javob A javob. Demak, javob A javob. Xo'p, keyingisi. Agar bizda fx plus 1 va 2 kere f 1 minus ximiz x plus 2 ga teng bo'lsa, fx funksiyani toping degan. Ko'rinib turibdiki, bundan kelib chiqadigan bizdagi fx funksiyamiz, demak fx funksiyamiz kx plus b ko'rinishda ekan. Endi qarang, fx plus 1 bo'ladigan bo'lsa, demak k ko'paytirilgan x plus 1 qo'shilgan 1 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni kx qo'shilgan k, bir emas, b bo'ladi. Kx plus b ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, demak bundan kelib chiqadiki, kx plus k qo'shilgan b ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, f1 minus x funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa, k ko'paytirilgan 1 minus x qo'shilgan b ko'rinishda bo'ladi. K minus kx plus b ko'rinishda bo'ladi. Endi aytyapti fx plus 1 ga, ya'ni kx qo'shilgan k qo'shilgan b ga ayiramiz 2 kere k kx plus b teng ekanmizda, bu x plus 2 bo'lar ekan. Keling, qavs ochib yuboramiz. Kx plus k qo'shilgan b minus 2k qo'shilgan 2kx minus 2b bo'lib qoldi va barobar x plus 2 bo'lib qoldi. Demak, bundan kelib chiqadik, mana bu ikkalasini birlashtiradigan bo'lsak, 3kx, xo'sh, keyin minus k plus minus b barobar x qo'shilgan 2 ko'rinishda bo'lib qoldi. Hop, endi bu demak ayniyatdan foydalanadigan bo'lsak, o'zidan kelib chiqyaptiki, demak 3k teng bo'lyapti 1 ga va k teng 1 taqsim 3 kelib chiqdi. Va minus k minus b bo'ladigan bo'lsa 2 ga teng bo'lib turibdi-da. Minus 1 taqsim 3 minus b barobar 2 kelib chiqdi. Demak, minus b barobar, hop, 7 taqsim 3 va b barobar minus 7 taqsim 3 ekanligi kelib chiqdi. Va bizda demak berilgan y bayan fx funksiyasi qanaqa ko'rinishda bo'lar ekan? Fx ko'rinishidagi funksiyamiz 1 taqsim 3x minus 7 taqsim 3, ya'ni fx funksiyamiz x minus 7 taqsim 3 ko'rinishda bo'lar ekan. Va bu javob S javobdagi ifodada turibdi. Demak, ikkinchi misol javobi S ekan. Xo'p, uchinchi misolimiz aytyaptiki, quyidagi funksiyalardan qaysi birlari deyapti, tog' funksiya deb so'rayapti. Xo'p, endi tog' funksiya bo'ladigan bo'lsa, tog' funksiya demak bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Tog' funksiya bo'lishi uchun, tog' funksiya bo'lishi uchun bunday holat bo'lishi kerak. Fximiz, mana fximiz teng bo'lishi kerak minus fx ga.
ya'ni uzr, teng bo'lishi kerak. Mana bunaqa narsa eslab qoling. F minus x funksiyamiz teng bo'lishi kerak minus f x ga. O'sha paytda bu funksiyamiz toq bo'ladi. Ya'ni bu degani nima degani? Agar siz x ni o'rniga masalan minus x qo'yadigan bo'lsangiz, chiqqan funksiyangizni qiymati e, xuddi berilgan funksiyaning minusli ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, demak bundan kelib chiqadiki, bu funksiyangiz toq funksiya ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, endi qarang ustoz. Xo'p, birinchi funksiyani ko'radigan bo'lsak, hamma manimcha birinchi funksiyalashgan bo'lishi kerak. Xo'p, mana shu funksiyaning toq yoki juft ekanligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, keling buning uchun nima qilamiz? Buning uchun oddiygina x o'rniga 1 qo'yib hisoblaymiz. Y barobar LG n'inchi ildiz ostida 1 plus ildiz osti 2 bo'lib qoldi. Endi keling x o'rniga -1 qo'yib hisoblaymiz. Y barobar LG ildiz ostida mana bu holatda bo'lib qoldi. Ildizda 2 -1 bo'lib qoldi. Ustoz eslab qoling. Agar mana bu ifodaning javobi a chiqadigan bo'lsa, bu ifodaning javobi minus a chiqadi. Shu sababini tushuntirib beraman, qarang. Mana ildiz osti 2 qo'shilgan 1 degani bu ildiz osti 2 -1 ning -1 darajasi degani. Ya'ni qarang, mana bu yerda 1 plus ildiz 2, bu yerda ildiz 2 -1. O'shandan kelib chiqadiki, birinchi funksiyam nima ekanmanda toq funksiya ekan. Xo'p, endi ikkinchi funksiyani ko'radigan bo'lsak, toq funksiyaga qanday isbotlaymiz? Qarang. X kub qo'shilgan x mahrajni ochib yuborsak, x kvadrat minus 2x plus 1 plus 2x bo'lib qoldi. 2x qisqarib ketdi-da, x kub plus x taqsim x kvadrat plus 1 bo'lib qoldi. Agar siz hozir minus x qo'yadigan bo'lsangiz, minus x kub qo'shilgan x taqsim x kvadrat plus 1 ko'rinishda bo'ladi va bu funksiyamiz ham toq funksiya ekanligi kelib chiqdi. Xo'p, uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, qarang ustoz. Kosinus juft funksiya, 4-darajada x bu x 4-darajasi bu juft funksiya, sinus toq funksiya bo'lganligi uchun bu funksiyamiz ham toq ekanligi kelib chiqadi va bizda nechta toq funksiya bor deganligi uchun, demak 3 ta toq funksiya bor ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, 4-misolimizda aytyaptiki, agar f x qo'shilgan a taqsim 2x plus 1 bo'lsa, ya'ni ildiz faqat to'rga tegishli. Va bizda bu minus x minus 1 taqsim 3 minus x ko'rinishda bo'lsa, bizdan so'rayaptiki, f teskari funksiya 5 1 taqsim 9 ga teng bo'lsa, a ni toping deyapti. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi f 1 taqsim 9 teng deyapti 5 ga. Ya'ni eslab qoling, teskari funksiya n qiymatda m ga teng bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy funksiya m da n ga teng bo'lib qoladi degan joyi bor. Shu narsani hech qachon esdan chiqarmang. Bundan kelib chiqyaptiki, nima bo'ldi? X qo'shilgan a taqsim 2x plus 1 teng bo'lyapti 1 taqsim 9 ga. Minus x minus 1 taqsim 3 minus x teng bo'lyapti 5 ga. 5 ni tagiga 1 yozdim, proporsiya qilishni boshladim. Hop, minus x minus 1 15 minus 5x bo'lib qoldi. Minus x qo'shilgan 5x teng bo'lib qoldi 16 ga. 4x barobar 16 va x barobar 4 degan javob kelib chiqdi. Demak, endi x o'rniga 4 qo'yamanda a ni topib olaman. Demak, bundan kelib chiqdiki, xo'p, 4 qo'shilgan a taqsim demak 9 teng bo'lib qoldi 1 taqsim 9 ga. 9 ga qisqarib ketdi, 4 qo'shilgan a barobar 1 va a barobar -3 degan javob kelib chiqdi. Va bu javob nima bo'ldi? B javobda bo'ldi. Hop, 5-misolimizda nima? 5-misolda quyidagi rasmda fx funksiyaning grafiki tasvirlangan bo'lsa, dedi, x - 5 ko'paytirilgan fx funksiya katta yoki teng 0 tenglikni qanoatlantirsin dedi. Xo'p, endi qarang, bu shart qanoatlantirish uchun ikkita shart bajarilishi kerak. Ya'ni birinchi bo'lib turib fx - 5 katta yoki teng 0, fx kichik yoki teng 0 shart bajarilsa. Xo'p, endi qarang, bundan kelib chiqyaptiki, x katta x teng 5 bo'lyapti. Endi fx kichik yoki teng 0 degani bu x o'qidan pastda joylashgan qismlar degani. Vo't, mana shular bo'ladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, xo'p, 1 dan 5 gacha birlashma 8 dan plus 8gacha bo'ldi. Demak, 8 dan plus 8gacha bo'ldi. Xo'p, endi keling javob birlashtiradigan bo'lsa nima bo'ldi? Aytyaptiki, 1 dan 5 gacha dedi va 8 dan katta teng bo'lsin. 8 dan katta teng bo'lsin.
Va yuqoridagi javob aytyaptiki, 5 dan katta yoki teng bo'lsin. 5 dan katta yoki teng bo'lsin. Demak, bundan kelib chiqdiki, sistemali qausda 5 birlashma 8 dan plus 8gacha bo'ldi. Bu birinchi yechimimiz bo'ldi. Endi ikkinchi yechimda bo'ladigan bo'lsa, xo'p, x minus 5 funksiyamiz kichik yoki teng 0, fx funksiyamiz katta yoki teng 0 shart bajarilishi kerak. O'sha paytda ham bu ko'paytma bo'ladi. Uzr, bu yerda adashib ketdim. Xullas, men bitta musbat bo'lgani uchun adashib ketib qoldim. Uzr. Demak, bu yerda x minus 5 katta yoki teng 0, fx ham katta yoki teng 0 sharti bajarilishi kerak. Xo'p, deb bundan kelib chiqadiki, x katta yoki teng 5 bo'ldi. Endi bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda fx musbat bo'ladigan qiymat qayerda bo'lyapti? Fx musbat bo'layotgan qiymat minus 8likdan 1 gacha bo'lgan oralikda, minus 8likdan 1 gacha bo'lgan oralikda. Keyin bo'ladigan bo'lsa, birlashma 5 dan 8 gacha bo'ladi. 5 dan 8 gacha. Demak, ikkala javob birlashtiradigan bo'lsak, nima bo'ldi? Xo'sh, demak 1 dan minus 8 dan 1 gacha edi va 5 dan 8 gacha degan javob bo'ldi. Yuqorida yechim aytyaptiki, 5 dan katta teng bo'lsin. Bundan kelib chiqdiki, birinchi yechimi 5 dan 8 gacha bo'ldi. Ikkinchi holatda ikkalasi ham manfiy bo'lishi kerak. Ya'ni x minus 5 ham kichik yoki teng bo'lishi kerak. Fx ham kichik yoki teng bo'lishi kerak. Bunda x kichik yoki teng 5 degan javob kelib chiqdi. Demak, keyin manfiy bo'ladigan qiymatlar 1 dan 5 gacha, ya'ni x o'qidan pastayotgan qismlari va 8 dan plus 8 gacha degan javob bo'lib qoldi. 8 dan plus 8 gacha degan javob bo'ldi. Xo'p, endi javoblarni birlashtiradigan bo'lsam, nima degan javob kelib chiqdi? Xo'p, 1 dan 5 gacha, keyin aytdiki 8 dan cheksizlikgacha dedi. Va yuqoridagi yechimi 5 dan kichik yoki teng bo'lsin dedi. Bundan kelib chiqdiki, umumiy javob 1 dan 5 gacha bo'lib qoldi. Endi ikkita javobni birlashtiradigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, 1 dan 5 gacha birlashma 5 dan 8 gacha degan javob bor. Endi 5 ikkilasi ham qanoatlantirganligi uchun javob 1 dan 8 gacha bo'ldi. Ustozlar, mana bu nuqtada, mana shu nuqtada nima bo'lib turibdi? Fx funksiyamiz 0 bo'lib turibdi-da. Fx teng 0 bo'lib turibdi va mana bu tengsizlikdagi teng shartni bajaradi. Va bundan kelib chiqadiki, sistemali qausda minus 3 bo'ladi. Va o'z-o'zidan javobimiz nima bo'lib qoldi? B javobga to'g'ri kelib qoldi. Faqat B javobda mana bu yerda minus 3 bo'lishi kerak, xolos. Shu yerda adashgan bo'lishimiz. Adashgan ekanmiz. Demak, javob B javob bo'ldi. Demak, sizga biz olib borayotgan kontentlar qiziqarli va foydali bo'layotgan ustozlar, metod birlashma guruhlariga va matematik tanish ustozlarga, matematik tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham biz berayotgan ma'lumotlardan unumli foydalanib, ular ham o'z darajasini ko'tarib olishsin. Omon bo'ling.